Tom yopishdagi bu xatolarni bilib olmasangiz, doim ziyon qiladigan siz bo'lasiz. Profter kompaniyamizda ishlab chiqarilayotgan tunika mahsulotlariga zavod tomonidan 10 yil kafolat beriladi. Lekin ustalarimiz uni o'rnatishlikda bolgarkadan foydalanadigan bo'lsa, uni kafolati o'tmay qoladi. Sababi tunuka kuyadi va korroziyaga uchrash miqdori ortadi. Shuning uchun ustalarimizga uni o'rnatishlikda qaychidan foydalanishni tavsiya etamiz. Ikkinchi qilinadigan xato qalinroq emas, yuqoriroqni tanlashadi. Hozirda bizda 03, 04, 045, 05 qalinlikdagi tunukalarimiz bor. Biz doimo xaridorlarimizga 045 va 05 ni tavsiya qilamiz. Bundan maqsad ulardan ko'p pul olib qolish emas. Maqsadimiz ularni tomi ko'proq xizmat qilsin. Aslida hisob-kitob qilib ko'radigan bo'lsak, ularning narxida uncha katta tafovut yo'q. Uchinchi qilinadigan xato profnasilni teskari qilib o'rnatishadi. Zavodda tunuka ishlab chiqarilayotganda tunukani bir tomoniga gruntovka, ikkinchi tomoniga gruntovka va rang sepiladi. Bu tunukaning chidamliligini oshirish uchun. Agar uni teskari qilib o'rnatib qo'yadigan bo'lsak, uning chidamligi kamayadi va sizga kamroq xizmat qiladi. Zavoddan berilgan 15 yillik kafolat ham amal qilmay qoladi. Bu xatoni qilmaslik uchun bu videoni saqlanib qo'ying va tom yopadigan ustalarga jo'natib qo'ying.